Maylimi, bittasini yeb ko'rsam bo'ladimi? Panjangni tort. Avval men yeyman, keyin sen. Hali bu narsamiz tayyor bo'lgani yo'q-ku. Nega tayyormasang? Chiroylikkina bo'lib turibdi, hidi ham ajoyib. Quymoq pishgan-ku. Bularni agar tayyorlasam bundan ham chiroyli bo'ladi, chirim bo'ladi. Yo'q. Unda sabr qilib turishimiz kerak ekanda. Ha? Xo'sh, bugun nima tayyorlaymiz? Quymoqli mevalar. Mevalar? Meva to'ldirilgan quymoq. Nima faqat mevami, sabzavot yo'qmi? Qani, bironta ham sabzavot ko'rinmaydi-ku bugun. Yo'q ekan sabzavot. Bo'lmasa sen ketaver, o'zim yeyman o'rningda. Mevalar bo'ladi-ku, men yemayman. Qani endi tanishtiring, qanday mevalar olib keldingiz? Olma, kivi, uzum, banan va yogurt. Yogurt? Keyin ularni hammasini quymoqqa solaman. Voy, birdanigami? Ularni birinchi bo'lib bir-biriga qo'shib aralashtiraman. Keyin yogurt qo'shasizmi ularga? Ha? Unda yogurtni kamroq qo'shing, bo'lmasa haligi quymoqlaringiz uvib qoladi. Nomini nima degandingiz? Quymoqli mevalar, eslab qolmadingmi? Mevali quymoqlarmi yoki quymoqli mevalarmi? Mevali quymoqlar, sal adashib qo'yaman. O'zim ham aytdim, men yanglishdimmi yoki sizmi deb. Endi men ishimni boshlayman. Boshlay qoling. Mazali shirin bo'lsa bo'ldi, nima farqi bor nomini qanday bo'lishini. Ajab sanda bo'lmaydi bu menga desa. Lekin menchi yeb ko'rib o'zim yangi nom topmoqchiman. Mayli ko'ramiz. Demak, birinchi bo'lib kivini solamizmi? Ha? Demak, ta'mi taxirroq bo'lar ekan-da. Nega taxir? Sen xohlagan mevalaringdan qo'shsang bo'ladi. Ketma-ketligini demak farqi yo'q. Ha. Unday bo'lsa, uyda qaysi meva bo'lsa, shuni olib qo'shaveramiz. Uyda anor bor. Anor ham to'g'ri keladimi? Menimcha to'g'ri kelsa kerak. Men sabzi qo'shaman. Sabzili murabbo. Sabzi bilan olmaysanmi? Yaxshi chiqishadi, keyin lavlaga ham qo'shib yuboraman. Shuni qarang. Xo'sh, qara ana olmalar. Olmalar ham dona-dona bo'lib turibdi. Ularni o'zingiz to'g'radingizmi? Yo'q, oyijonim yordamlashdilar. Yaxshi ham oyingiz to'g'rabdilar. Bo'lmasa endi urishmoqchi edim. Bolalarga pichoq ushlash mumkinmas deb. Menga qara. Siz bizning gapimizga e'tibor bermang, ishingizni qilavering. Davom ettiravering. Bo'lmasa chalg'ib qolib, keyin qachon tayyor bo'lasiz-ku, qachon biz buni tatib ko'ramiz. Aytgandek, panjalaringni yuvib keldingmi, Quyovoy? Kecha yuvganman. Mayli, shunchaki so'radim-da. Senchi? Meniki toza, ha? Yo'q. Mana ko'rishing mumkin. Sizchi tayyorlashdan oldin qo'lingizni tozalab olganmisiz? Ha, tozalaganman. Xayriyat. Juda soz. Hozir nima edi u? Haligi suyultirilgan, quyultirilgan sutmi? Yogurt. Yogurt. Aytdilar-ku, yogurt qo'shamiz. Esimdan chiqib qolib so'ray dedim-da bir. Uzum ham bor, ha? Uzumni qachon solamiz yoki uzum oxiridami? Uzum oxirida. Chunki ezilib ketishi mumkin. To'g'ri. Uzumingizni nomi nima? Qora uzum-ku, ko'rmayapsanmi? Kishmishmi? Ha? Danaklari yo'q, mazza qilib yeyish mumkin. Quymoqni kim pishirdi? Oyim. Oyingizni ham olib kelmabsiz-da, o'zlari tayyorlab berardilar. Hammasini oyim pishirib bermaydilar-ku. O'zim ham tayyorlayman. Nima? Hamma senga o'xshaganmi? Tayyorga, ayyor. Hecham men tayyorgar emasman. Mana men yordamlashyapman. Nima deb yordamlashyapsiz? Mana yaxshilab aralashtiring. Chetida qolib ketdi. Uni men ham ko'rib turibman, men ham aytishim mumkin. Qani yeb ko'rsa bo'larmikin? Yo'q, hali tayyor emasmi? Yo'q, hali tayyor emas. Hali tayyor emas. Mana bu idishni o'zim bo'shatib tozalab qo'ysam bo'ladimi? Yogurtdan qolgan idishni? Keyin yeyverasan. Avval meni desertimni yegin. Mayli, ishtahani bug'may turamiz. Uzumni hozir cho'pidan ajratib sovolamiz. Uzum. Uzumni ham gali kelib qolibdi, demak. Menga bermaysizmi, xalqdan beri o'zim ajratib turardim cho'pidan. Bu ishga ustasi qarayman. Sen uzum yeyishga ustasan. Nima endi? Bahonada bir ikkita ta'mini ko'rardim totib. Sabr qilib tursang, ta'mini birga ko'ramiz. Uzumlaringiz yuvilganmidi? Ha? Yaxshilab sovunlab yurganmisiz ish qilib? Mevalarni sovunlamaydi. Sizni chalg'itmoqchi bo'lyapti bo'g'oy. O'zi shunday qiladi, chunki nima, qachon ko'rgansan? Bir kun olmani sovunlab yuvibdi. Hech ham u sovunmas, shunchaki sovun shaklidagi ana nima edi? Sochiq edi. Yo'q. Nega unda undan sovunni ta'mi kelayotgandi? Chunki endi nima qilasiz? Uzumni hammasini solasizmi? Ko'payib ketmasin, yana qarab turing. Yo'q, hammasini solmayman. Qolganini menga bering.
Nega doim senga bo'laverar ekan? Ana cho'p senga. Cho'pini men nima qilaman? Eksam boshqa o'zim chiqadimi? Yo'q. Mana aralashtiraylikchi. Menimcha endi yogurt kamlik qilyapti. Kivi, avval bo'lsalar aralashtirib. Kivi, olma, banan, uzum. Yana nima bor edi? Shuni ham eslab qolmadingmi? Menimcha bo'ldi-yu. Avval ham shunday tayyorlab yeb ko'rganmisiz yo birinchi marta tayyorlashingizmi hozir? Hozir birinchi marta tayyorlab ko'ryapman. Boya bilaman degandingiz-ku. Demak, unda o'zingiz yerkansiz birinchi, keyin 5 daqiqa o'tadi, hech narsa bo'lmasa, keyin qolganlar yeb ko'rishi mumkin. Ha, avval o'zingizga tayyorlaganingizda kamroq tayyorlayvering, xo'p? Xo'sh, aralashtirib bo'ldingizmi? Ishqilib, buni muzlatkichga qo'yib qo'ymaymizmi? Bir 2 soat, 3 soat turish kerak emasmi? Yo'q. Xayriyati. Ana endi quymoqlarni olib ochib olamiz. Dimdimaloq quymoqchalar. Endi bularni tayyor bo'lgan massamizni solib olamiz quymoqqa. Necha qoshiqdan solamiz? Ko'proq solsangiz zo'rroq bo'ladi. Ha, kamroq solsang uncha bo'lmaydi. Ko'proq zo'rroq deganlaridek. Lekin me'yor ham bo'lish kerak-a menimcha. Agar juda ko'p solsak, hali quymog'imiz dosh bermasdan yorilib ketishi mumkin-a? Ha, to'g'ri. Necha qoshiq solamiz shunday qilib? Shunday qilib 2 qoshiq. 2 qoshiq yetarli, eslab qolish kerak. Xo'p, 2 qoshiqdan 1 2 3 4 yetib qolar. Agar mabodo quymoq yetmay qolsa, qolganini quyog'i yeyish mumkin, to'g'rimi? Nimasini? Mana idishchada qolyapti-ku. Tayyorlangan, aralashtirilgan massa. Ha, yeyaveraman. Hali ko'p ishlatiladi bundan. Yo'q, buni qarab turamiz. O'zi quymoq ko'pmi, hammamizga yetadimi? Ha, yetib ortadi. Senga yetmay qolishi mumkin lekin quyog'i. Hammaga yetmasa ham menga yetish kerak. Chunki mehnatni boshida men turibman. Ariqni boshida turibman deydi-yu. Men bu boshda turibman, nima men quruq qolamanmi? Bilmadim endi. Mana meni oldimga kelyapti, to'g'ri. Sen ataylab o'sha yerga turyapsan-da, meni bu yoqqa joylashtirib. Sezganman. Ko'ramiz. Ana, bananchalar. Mana olma bananchalarning o'rnigacha meni xayolimga bir fikr kelib qoldi. Balki keyingi safar pishloq qo'shib ko'rarmiz-a? Pishloq? Bunda sabzavotlar bo'lishi kerak. Ha, pishloq, keyin kartoshka, yana sabzi. Yana sabzimi? Lablagi. Hamma joyga shu sabzini joylashtirishni. Sabzi juda ham foydali, bildingmi? Agar xohlasanglar, qattiq qilib qilishingiz mumkin. Har xil sabzavotlardan foydalanib. Ana. Qattiq ham bo'ladi. Yana mana shunday mazali taomlar tayyorlashni o'rganyapsizmi? Ha. Qachon endi qolganlarini tayyorlab berasiz? Nima, hammasini bir kunda yemoqchimisa, hammasiga galma-galdan bugun erta bor, indin bor. Bo'pti, ertaga nima tayyorlab berasiz? Ertaga Go'shtli quymoq bo'lsin. mana shuni qattiqligini boshqacha sabzavotlar bilan. Ana. Sizlar aytgan. Ana. Mana bu boshqa gap. Unday bo'lsa sabzavotlarni sen olib kelasan quymoq. Kelishdingmi, sabzi olib kelaman. Sen qo'ziqorin olib kel. Uyingda bor-ku? Mana, tayyor bo'ldi. Endi kim birinchi yeb ko'radi? Boya kelishdi shekilli. Nechta bo'ldi o'zi? 4 ta. Sanab ko'rchi? 1 2 3 4 tami. 4 ta. Biz 3 tamiz-ku, ortiqchasini kimga beramiz? 5 ta Ahmad berdi. tog'aga. 5 tami qani? 5 ta ekan. Voy, siz bor yo'g'i bittagina yeysizmi? Biz ikkitadan yeymiz. Mayli. Hammaga yoqimli ishtahavni men boshlayveraymi? To'xtab tur. Yana nima qilish kerak? Bo'ldi. Ustiga hech narsa sepish yoki quyish kerak emasmi? Yo'q. Mana mevali qo'ymog'imiz ham tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Siz ham tayyorlab ko'ring. Albatta. Qani endi men birinchimidim? Men birinchi. Men birinchi. Men birinchi.